Mirojixon 19-asrning boshlarida Kuchaning sharqidagi Yoqi yesida tug'ilib cho'ng bo'lgan real shaxs bo'lib, bir dehqon oilasining aqlliq va nomuschan qizi edi. Mirojixon bo'yiga yetib, Rossiyada bo'lganda Kuchaning janubidagi Chiman yesidagi bir boy kishiga yotliq qilinibdi. Biroq oradan shuncha ko'p yillar o'tgan bo'lsa-mu, ammo Mirojixonning hech bir derki yoki xat uchuri bo'lmabdi. Qizning terikini yoki xat uchurini ololmagan ana qizning dardida kun bo'yi Chiman yesi tarafga qarab yosh to'kib hasrat bilan yashapti. Ko'nglidagi seg'inishlarini qo'shoqlarga qetibdi. Qizning dardida yuragi puchlangan ana oxiri dard alam ichida bu dunyo bilan xo'shlashibdi. Onaning qizi Mirojixonga beg'ishlab o'qigan bu qo'shiqi keyincha Mirojixon nomida el orasiga tarqalib, kucha xalq qo'shoqlari va kucha xalq naqshlarining qatorida mashrab va to'y to'kilarda aytilib yurgan. Faqat Nisoxon Abduvalila bu qo'shoqni rasmiy ohangga silib sahnaga elib chiqqan. Besir bo'ldi